Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Savol: bir tanishimning aytishicha, musulmon odam 3 juma qoldirsa, qalbiga muhr urilar ekan. Shuning uchun u 2 juma qoldirib, 3-chisiga borar ekan. Shu to'g'rimi? Oldindan katta rahmat. Ana Abil Ja'dil Damri radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Man taraka 3 juma'in tahawunan biha تبع الله على قلبه رواه أصحاب السنن والحاكم." Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim pisand qilmay 3 jumani tark etsa, Alloh uning qalbiga muhr bosgay dedilar. Albatta bu muhr ijobiy ma'nodagi muhr emas, balki uning qalbiga muhr bosildi degani qalbi qoraydi, qalbi mag'or bosdi degani. Qalbiga gunoh ma'siyatning qora dog'i bosildi, muhr qilindi degani. Mana shu narsa takror bo'ladigan bo'lsa, qalb mutlaqo qop-qora bir jasadga, bir parcha go'shtga aylanib qoladi. Endi u qalbda hech qanday jilo yo'q, u qalbda zarracha nur yo'q, fayz yo'q. U qalbning egasi gunoh ma'siyatdan boshqa narsaga qadam bosolmaydigan bo'lib qoladi. Bu narsa albatta juma namoziga e'tiborsizlik bilan, loqaydlik bilan, beparvolik bilan munosabatda bo'layotgan insonga qilinadigan, ko'riladigan chora ekan. Ya'ni uning jazosi shu ekan. Shuning uchun ham Alloh taolo bir haftada bir martagina juma namozini farz qildi. Mana shu farz namozga beparvo bo'lgan inson Alloh taolo tarafidan beriladigan mukofotlarga, ajr savoblarga loyiq hamda munosib emas, balki u Alloh taolo tarafidan beriladigan jazoga, shiddatli azob uqubatga loyiq bo'lib qoladi. Ana shu azob uqubatning boshlanishi esa uning qalbiga muhr bosilishi. U Allohning buyrug'iga, farziga nisbatan beparvo bo'ldimi, Alloh ham bu bandasiga beparvo bo'ladi. Ya'ni bu bandasini tashlab qo'yadi o'z holiga. Alloh bir bandasiga beparvo bo'lsa, o'sha banda xorlikka, zorlikka mahkum bo'ladi. Ya'ni zalolatga qadam bosib ketaveradi. Shuning uchun haligi bu yerda savolda so'ralgan edik, bir jumani tark etadi, ikkinchi jumani ham tark etadi. Go'yoki endaligi qalbimda muhr bo'lib qolmasin degan ma'noda 3-jumaga borib qo'yar ekan. Go'yo bu inson o'ta tadbirkor, nihoyatda tejamkor, o'ta o'zini foydasini, shaxsiy manfaatini biladigan inson sifatida gavdalanyapti o'zicha. O'zini ojiz, notavon aqli bilan, farosati bilan shunaqa deb o'ylayapti. Aslida-chi, buning makrini, buning hiylasini, buni qilayotgan bu salbiy tadbirini Alloh taolo hisob kitobini qilib turibdi. Niyati shu ekan. Ya'ni 3 marta tark etsa shunaqa jazo bo'lar ekan. Men 3 marta emas, 2 marta tark etaman deyapti. Holbuki Alloh xohlasa, jumaga borgan insonni ham beparvo bo'lsa, loqayd bo'lsa, qalbini muhrlab qo'yishi mumkin. Endi qasddan 2 juma bormasa, 3-jumaga boraman deb o'zicha hiyla qilayotgan insonga Alloh taolo qanday munosabatda bo'lishi mumkin? Ha mayli bandam, kechiraman endi deydimi? Bu Allohni aldamoqchi bo'layaptimi bu? Bu inson nima qilmoqchi o'zi bu? Kimni aldayapti? Kimga bunaqa tejamkorlik qilyapti? Kim uchun bu tadbirlarni qo'llayapti? Yaratgan zot Alloh taolo uchunmi? Alloh taoloning qarshisiga bu nayrang qilmoqchimi? Albatta bunday banda buyuk azob uqubatlarga duchor bo'lib qolishi xavfi bor. Allohning o'zi asrasin. Alloh taolo demak bu jumani bekorga farz qilib qo'ymagan ekan, balki jumani barakoti butun jamiyatga tegadi. Butun jamiyatga. Chunki qalbi jumaga bormasdan muhrlangan insonlardan tashkil topgan jamiyat Alloh taoloning azob uqubatiga mubtalo bo'lgan, shunga munosib bo'lgan jamiyatga aylanadi. Ammo jumalarni qoldirmasdan unga ahamiyat berib, muhabbat bilan, zavq va shavq bilan borayotgan insonlardan tashkil topgan jamiyat Alloh taoloning rahmatiga, mag'firatiga, barakotiga va barcha yaxshiliklarga loyiq hamda munosib bo'lgan jamiyat bo'ladi. Boshqa bir hadis sharifda rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Man tarakal jum'ata min g'ayri daruratin kutiba munafiqan fi kitabin la yumha va la yubaddalu." Ravahu Shafi'i. Aytiladiki, kim bir jumani zaruratsiz tark etsa, hech o'chirilmaydigan
va almashtirilmaydigan kitobga munofiq deb yozilaver dedilar. Imom Shofiiy rivoyat qiladilar. Mana demak qasddan zaruratsiz 2 jumani tark etib 3-siga boraman deyotgan tadbirkor inson yoki shularga taqlid qilayotganlar eshitib qo'ysinlarki, zaruratsiz 1 jumani tark etgan insonni Alloh taolo o'chirilmas va almashtirilmas kitobga munofiq deb yozib qo'yilar ekan. Mana jumaga qasddan bormayotganlar o'zlarini kim ekanliklarini bilib olsinlar. U qilayotgan tadbirlari Alloh taologa nisbatan o'tmaydi. Bu tadbiri o'ziga zarar. Bu insonlarni o'zlariga o'zlari zulm qilguvchi insonlar deb baholanadi. Allohning o'zi asrasin, munofiq deb yozib qo'yilar ekan va bu yozilgan narsa o'chirilmas kitobga yozilar ekan, almashtirilmas kitobga yozilar ekan. Xo'sh, endi ular qanday javob berishlari mumkin? Allohning o'zi asrasin. Bu narsani boshqacha bir ta'bir bilan ham, ya'ni hayotiy misollar bilan ham tushuntirish mumkin-da. Alovga masalan faloncha masofada tursang kuymaysan deb doim shunaqa joyda turaverish, o'shanaqa masofada turaverish alal oqibat borib bir kun alovga tushishlikka sabab bo'lib qoladi. Yoki jarning yoqasida, qirg'og'ida yuraversang hech qachon qirg'oqqa tushmaysan. O'sha baribir sen qirg'og'ida yuribsan-ku, jarga tushib ketganing yo'q-u, qirg'og'ida yuraver bemalol desa, o'sha xavfli joymi? Qirg'og'ida yuravergan odam, shun atrofida aylanavergan odam baribir bir kun bir kun jarlikka qulaydi. Bu narsani hadis sharifda ham keltirilgan. Alloh taoloning qo'riqxonasi bor. Ya'ni u harom qilingan narsalar. Kim ana shunga yaqin yuraveradigan bo'lsa, baribir bir kun borib o'sha qo'riqxonaga tushadi. Ya'ni Alloh harom qilgan narsaga mubtalo bo'ladi. O'zicha tadbir qilib, har 2 juma bormasdan 3-jumaga borib, ya'ni 2 juma tark etib 3-jumaga borib yurgan inson Alloh taolo harom qilgan narsa bilan o'ynashyapti. Alov bilan o'ynashyapti. Azob uqubat bilan o'ynashyapti. Do'zaxning o'sha jarini yoqasida aylanib yuribdi u. O'zicha tadbirkorlik qilyapti. Bir kun kelib ana shu jarga qulashi muqarrar ekanligini tushunib yetmayapti. Allohdan insof so'raymiz, tavfiq so'raymiz. Alloh taolo farz qilgan barcha ibodatlar kabi juma namozini ham o'z vaqtida muhabbat bilan, zavq va shavq bilan, ixlos bilan o'qimoqlikni u insonga ham va barchalarimizga ham Alloh taolo muvaffaq aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi